Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Sizlar bilan Mashhur Dev, ya'ni hozir darslarimiz Mashhur Dev akademiyasi tomonidan yozib olinyapti. Xo'p, bugun sizlar bilan birinchi darsimizda sizlar bilan Python, ya'ni Visual Studio programmasini tortib ko'ramiz. Xo'p, Visual Studio o'zi nima deydigan bo'lsalar, Visual Studioda biz kodlar yozamiz, har xil veb-sayt, Telegram botlar yaratamiz. Xo'p, birinchi Google ga kiramiz va qidiruvga Visual Studio download deb yozamiz. Hop, bizda mana bunday birinchi original silka kelib chiqadi, ya'ni Visual Studio Code degan. Xo'p, shu silkani ustiga bosamiz. Bosganimizda mana bu yerda bizga chiqyapti, ya'ni Windows uchun, Linux uchun va MacBook uchun. Xo'p, meni kompyuterim Windows bo'lgani uchun Windows yuklayman. Agar sizga Linux yoki MacBook bo'ladigan bo'lsa, o'zingiznikini tanlab bemalol yuklasangiz bo'laveradi. Xo'p, demak buni yuklaymiz. Xo'p, yuklashni boshladik. Mana yuklanyapti. Xo'p, yuklab bo'lguncha biroz kutamiz. Xo'p, men bundan oldin mana 2 minut oldin yuklab qo'ygan edim. Bu yuklanaversin. Xo'p, yuklab bo'lgandan keyin nima bo'ladi deydigan bo'lsalar, qaranglar. Yuklab bo'lganlaringdan keyin mana bu yerni bosasizlar va bu yerda VS Code Setup 64. Ya'ni sizlarda boshqacha ham chiqishi mumkin va shu yerda papka belgisi bo'ladi. Xo'p, papka belgisini bosib, fayl ichiga kirib olamiz va bu faylni ochish uchun chichqonchani 10 tugmasini 2 marta bosamiz. Va bu yerda run tugmasini bosamiz. Xo'p, menda birinchi xato chiqadi, ikkinchi xo'p, sizlarda bunday xato chiqmaydi, lekin mana bunday oyna chiqadi. Xo'p, bu yerda nima qilamiz deydigan bo'lsalar, bu yerda mana bu yerda pastda ko'rib turgan bo'lsalar, I do not accept the agreement. Xo'p, buni birinchisini tanlab qo'yasizlar va next tugmasini bosasizlar. Xo'p, shundan keyin next va installni bosasizlar. Va yuklanishni boshlaydi. Xo'p, yuklab bo'lguncha biroz kutamiz. Foydali dars yoki foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Mashhur Dev akademiyasi kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, mana yuklab bo'ldi. Endi finish tugmasini bosamiz. Xo'p, mana bizda Visual Studio ochildi. Xo'p, endi birinchi o'rinda papka yaratib olamiz. Papkani qanday yaratamiz deydigan bo'lsalar, birinchi o'rinda dokument bo'limiga o'tamiz va sozda tugmasini bosamiz va u yerdan papka tugmasini tanlaymiz va papkamizga nom beramiz. Xo'p. Masalan, Mashhur Dev Academy degan papka ochdim. Xo'p, endi bu papkaning ichida birinchi dars degan yana bitta papka ochaman. Xo'p. Birinchi dars. Mana endi papka ochdik. Endi buni Visual Studioda ochib ko'ramiz sizlar bilan. Birinchi o'rinda Visual Studio kirib olamiz. Sizlarda bunday bo'limlar turmaydi. Ya'ni menda oldin bo'lgani uchun hozir yangilab oldim. Xo'p, sizlar nima qilasizlar? Birinchi o'rinda papka qo'shish uchun birinchi o'rinda Visual Studioni chap tomonida File degan tugmasi bor. File tugmasiga bosib turib, Open Folder tugmasi bor, shuni bosasizlar. Bosganlaringda dokument bo'limini tanlasalaring, o'zlaring ochgan papkalar kelib chiqadi. Xo'p, biz hozir Mashhur Dev akademiyasi degan papka ochdik. Uning ichida birinchi dars degan papka ochgan edik. Xo'p, kelinlar, shu birinchi dars papkasini Visual Studioga qo'yamiz. Xo'p, papkani tanlaymiz va Select Folder tugmasini bosamiz. Mana bizda papka qo'shildi. Endi bu papkaning ichiga fayl ochishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, main.py degan fayl ochamiz. Yokida biz bot yasayotgan bo'lsak, bot.py. Agarda oxirida py.py bo'lmasa, Visual Studio qabul qilmaydi fayl sifatida. Shuning uchun har doim papkaning ichida Visual Studioda fayl ochayotganlaringda oxirida .py bo'lishi kerak. Xo'p, bot.py deb turib enterni bosamiz. Mana bizda birinchi faylimiz ochildi, ya'ni papkamizning ichida. Xo'p, kelinlar, endi ochildimi yo'qmi sizlar bilan hozir kirib ko'ramiz. Xo'p, buning uchun papkamizga kirib olamiz. Xo'p, hozir ochgan Mashhur Dev akademiyasini tanlaymiz va papkamizga ichiga kirsak, mana bot.py degan faylimiz ochilgan. Xo'p, keyingi darslarda o'zimiz noldan kodlarni yozib boramiz. Foydali videolar uchun Mashhur Dev akademiyasi kanaliga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.